Salom, aziz haqiqat izlovchilarim. Bugun biz mutlaq haqiqat turkumidagi darslarimizni yakunlab, keyingi darslar turkumi haqida xabar beramiz. Shu sababli bugun alohida ajralib turuvchi eng yuksak tushunchalarni anglab olishga urinib ko'ramiz. Urinib ko'ramiz deyilishining sababi bu haqdagi bilimlarning bizga ochilgan miqdori va ochilmagan qismini inobatga olib, oqilona yondashuv bilan anglash kerakligida. Ya'ni, mutlaq haqiqat nima? Mutlaq haq nimada namoyon? Haq kim? degan savollarga javobni ma'lum darajada yoritib beramiz. Bizning yashayotgan davrimiz ilm-fan rivojiga asoslangan axborot davri bo'lganligi uchun ilm-fanga tayangan holda fikr yuritamiz, jumladan fizikaga. Biz olamni tahlil qilganimizda fizika qonunlariga ko'ra molekuladan, elektrondan, atomdan ham maydaroq zarralar borligini hamda olam tuzilishining nozik va qo'pol darajalari mavjudligini ko'ramiz. Hammasi tizimli tarzda tartibga solingan. Shu bilan birga qo'pol fikrlash, nozik fikrlash, eng nozik fikrlash darajalari borligini ham bilamiz. Shuningdek, ongning bu darajalaridan keyin esa hech qanday fikrlash bo'lmaydi. Faqat sof mavjudlik qoladi. Buni olimlar ilmiy nazariya va falsafa fanida mavjudlik, mutlaqlik, cheksizlik deb atashadi. Bu mutlaqlikning o'zi Xudomi yoki buni yaratgan kimdir bormi? Tafakkur qilamiz. Fizika shuni tasdiqlaydiki, eng nozik darajaga yaqinlashganimiz sayin kuch ortib boradi. Atom zarralarida ulkan energiya, ya'ni quvvat mavjud. Buni atom reaktorlarida ko'ramiz. Naqadar katta quvvat, energiya kuchi bor unda. Demak, nisbiy olamning yanada nozik darajasida quvvat ham, aql ham ko'proq. Xo'sh, olamning eng nozik darajasida yaratuvchi mavjud bo'lishi mumkinmi? Bu yaratuvchi Xudomi yoki bu mutlaqo cheksiz, abadiy va o'zgarmas narsami? Mavjudlik butun olamning manbai ekanligini ko'rish bilan birga biz uning mutlaqligini ham ko'ramiz. Mutlaqlik bu mavjudlik va u doim faqat mutlaq bo'lishi mumkin. Nisbiy esa doim faqat nisbiy bo'ladi. Ular bir-biri bilan almashmaydi va o'zgarmaydi, lekin bir-birining ichida bor. Nisbiy narsa mutlaqdan paydo bo'ladimi yoki mutlaq o'zini nisbiylik orqali namoyon qiladimi? O'ylab ko'ramiz. Agar mutlaq o'zini nisbiy orqali namoyon qilsa, u holda mutlaqda xususiyatlar bo'lishi kerak. Lekin mutlaq hech qanday xususiyatga ega bo'lmasligi kerak, chunki u mutlaqdir. Mutlaq nisbiy ham bo'la olmaydi. Shu sababli biz xulosaga kelamiz, mutlaq yaratuvchi emas. Agar uni yaratuvchi deb atab bo'lmasa, demak, uni Xudo deb ham atab bo'lmaydi. Agar biz Xudoni yaratuvchi sifatida qabul qilsak, demak, mutlaq ham, mutlaqlik ham yaratuvchi bo'la olmaydi. Chunki mutlaq hayotning butunligini ham, tashqi ham, ichki ham, hammasini bosib turuvchi ham, lekin u mutlaqdir xolos. U yaratilgan, o'zi yaratuvchi emas. Demak, nisbiy olam sohasida yaratuvchi bor bo'lishi kerak. Agar nisbiy olamda yaratuvchi mavjud bo'lsa, u nisbiy olamning eng nozik darajasida bo'lishi kerak. Chunki shu yerda quvvat ham, aql ham eng yuqori darajada.
Bunday xulosa natijasida tabiiy savol tug'iladi. Olamning eng nozik darajasida biror qanday yaratuvchi qo'mita yoki alohida shaxs mavjudmi? Fikrlab ko'ramiz. Agar bu qo'mita bo'lsa, u Xudolar qo'mitasi bo'lishi kerak. U holda ushbu qo'mitani boshqaruvchi raisi, rahbari, eng yuqori ongga ega bo'lgan boshlig'i bor bo'lishi kerak. Uni Xudo deb atash mumkin. Nisbiy olamda yashaydigan shu shaxs barcha qudrat, barcha bilim va olamda mavjud bo'lgan hamma narsani o'zida mujassam qilgan shaxs. Bu yagona u, ya'ni erkak yoki ayol Xudo bo'lishi kerak. Chunki nisbiy olamlar asosida erkak va ayol mavjud. Shu sababli biz odam ato, momo Havo, insoniyat otasi, insoniyat onasi, ilohiy ona kabi tushunchalardan foydalanamiz. Shu tarzda nisbiy olamning eng yuqori ilohiy darajasida ikkita boshqaruvchi mavjud. Ular mutlaq bilan birlikda, lekin undan alohida. Nisbiy bilan birlikda, lekin uning eng yuqori darajasida turadi. Bu Xudoning mavjudligini aql yordamida tekshirishdir va Xudoning mavjudligini tadqiq qilish yo'li. Endi Xudo kim va nega u haq va oliy shaxs Rahmon va Rahimligini bilib olamiz? Biz Xudoga duo qilganimizda hamma narsani boshqaruvchi, hamma narsani biluvchi, jumladan mening qiyinchiliklarimni ham biluvchi shaxsga murojaat qilamiz. Men unga murojaat qilaman chunki u mening azoblarimni bilishini bilaman. Chunki u hamma narsadan xabardorligiga ishonchim komil deya iltijo qilamiz. Mutlaq va mutlaqlik esa daraxt yoki bepoyonlik kabi eshitolmaydi, javob bera olmaydi, hech narsa qila olmaydi. U transendental, mutlaq bo'lsa ham duo mutlaqqa qaratilishi mumkin emas. Duo bu eshitilishi kerak bo'lgan murojaat. Qanchalik tezroq eshitilsa, shunchalik yaxshi. Biz eshitib javob berishga qodir bo'lgan shaxsga duo qilamiz, ya'ni oliy shaxs bo'lgan haq Xudoga. Agar biz xato qilgan bo'lsak, u kechirishi mumkin. Buning uchun u mehribon bo'lishi kerak. Mehribonlik esa Xudoning ajralmas xususiyati. Chunki u bizning mayda-chuda xatolarimizga e'tibor beradigan darajada kichik emas. Masalan, ota o'g'lining kichkina xatolariga e'tibor bermaydi. Hatto ularni sezmay ham qo'yadi. Chunki qudratli, shu qadar mehribon tabiatga ega. Shunday qilib, hamma narsani biluvchi mehribon ota sifatida haq Xudomiz borligini ham angladik. Bu anglash bizni Xudo bilan qo'l ushlashib salomlashish huquqini qozonishga undash kerak. Chunki islom dinida Alloh visoliga yetishish orzusi eng yuksak ibodat. Demak, Xudo bilan salomlashish ham, do'stlashib ham, qadrdon aka-ukalashib ham diydorlashsa bo'ladi. Bu haqdagi bilim qayerda yashiringanini topishingiz qoldi xolos. Mana aziz haqiqat izlovchilari, asosiy savolga ham yetib keldik. Xudo bilan qanday tanishsak bo'ladi? Bu har bir inson uchun asosiy savol va asosiy muammo. Butun insoniyat azob-uqubatlarda kun kechirayotganini hammamiz ko'ryapmiz. Lekin azob musibatlarning negizini sug'urib tashlash haqida o'ylamaymiz.
Aql yordamida Xudo bor deb xulosaga kelish yetarli emas, azizlar. Biz Xudo borligini aniq ko'rishimiz kerak va unga borish yo'li borligini bilishimiz kerak. Zamonaviy olimlar tufayli bizda Xudoning misoliga yetishish uchun ilmiy usul mavjud. Juda tizimli usul, chunki biz ilm-fan davrida yashaymiz. Shu sababli hayotning eng yuqori darajasiga erishish uchun tizimli muolaja mavjud va bu tizimni Xudo bizga qoldirib ketgan. Endi o'ylab ko'raylik, nega Xudo bizni qoldirib ketgan? Nega biz uni izlashimiz kerak? Aql yordamida tahlil qilishga kirishamiz. Masalan, bironta chiroyli gulni ko'rib, uning go'zalligidan hayratlanib qoldingiz. Gulni kim ekanligi, kim uning yaratuvchisi ekanligi haqida savol paydo bo'ldi. Lekin bu savolga gulni idrok qilish tabiatimiz va unga mahliyo bo'lish hissiyotimiz asos solgan. Bog'bon haqidagi savolning asosi gulning yorqin idrok etilishi. Kim ushbu chiroyli gulni yaratgan ekan deb o'ylanish. Agar siz gulning go'zalligini to'liq baholay olmasangiz, bog'bon haqidagi savol tug'ilmaydi. Olam ulug'vor, go'zal olamdir. Uning har bir zarrasida chiroy bor, har qadamda go'zallik mavjud. Agar siz haqiqatdan ham olamning ulug'vorligini baholay olsangiz, unda yaratuvchini izlab qidirishingiz ma'noga ega bo'ladi. Tushunib oling, olamni qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni to'liq idrok etish va to'liq his qilish qobiliyati Xudoni idrok etishning asosidir. Agar inson gulni idrok eta olmasa, lekin uni ekkan bog'bon haqida so'rasa, uning bog'bon bilan tanishish istagi soxta. Chunki bunday odam gul haqida yetarli tasavvurga, taassurotga ega emas. Faqat gulni to'liq idrok etishlik bog'bon bilan tanishish istagini ma'noga to'ldiradi. Faqat olamni to'liq idrok etishlik Xudoni qidirish istagini ma'noga to'ldiradi. Olamni idrok etmasdan, uning ulug'vorligini his qilmasdan Xudoni qidirish asossiz, ma'nosiz, qiymatsiz va mohiyatsizdir. Shu sababli ibodatlar quruq marosimdek, his tuyg'usiz, Allohga mehr-muhabbatsiz, avtomatik tarzda bajariladigan udumga aylanib qoladi. Bu misollar orqali biz Xudoni bilish istagining asosi bu olamni to'liq idrok etish ekanligini tushunib oldik. Endi olamni to'liq idrok etish qobiliyatiga ega bo'lish uchun ongning qaysi holatida bo'lishimiz kerakligi haqida fikr yuritamiz. Bu Xudoni idrok qilishdagi tadqiqotimizning keyingi qadami. Biz hozircha faqat aql yordamida yo'l izlab Xudoni anglash bilan bog'liq muammoning mohiyatiga kirib borishga harakat qildik. Endi ongning qaysi holatida biz Xudoga erisha olamiz degan savolni o'rtaga tashlaymiz. Ongning 4 ta holati bor: chuqur uyqu, tush ko'rish, tetiklik va transcendental holatlar. Chuqur uyqu holatida hech qanday olam yo'q, savollar ham yo'q. Tush ko'rish holatida hamma narsa juda illyuziyali. Dunyo tasavvuri juda buzilgan. Masalan, real hayotda jism 2 metr balandlikka ham sakray olmaydi, lekin tushda u uchib yuradi.
Bu esa haqiqiy emas. Tush ko'rish va chuqur uyqu holati shunchalik illyuziyaliki, biz u holatlarni hisobga olishimiz noto'g'ri bo'ladi. Uyg'oqlik, ya'ni tetiklik holati dunyoni to'g'ri idrok etish uchun qanchalik mos keladi? O'z tajribamizdan bilamizki, hamma narsa o'zgaradi. Ba'zan bittasini, ba'zan boshqasini yaxshi ko'ramiz. Ba'zan buni qadrlaymiz, ba'zan esa shuni o'zini tanqid qilamiz. Ya'ni dunyo haqidagi fikrimiz va tasavvurimiz kayfiyatimizga qarab o'zgaradi. Shu sababli uyg'oqli ong holati ham ishonchli emas. 4-ong holati transendental holat. Lekin biz unga kirganimizda olam mavjudlikni to'xtatadi. Hech qanday idrok qolmaydi, hech narsa qolmaydi. Chuqur uyqu holatida olam mavjud bo'lmagani kabi bu yerda ham shunday. Lekin bitta narsa baribir qoladi-da. Siz uxlamaysiz. Bu holatda siz ongingiz chuqurligida uyg'oqsiz. Buni meditatsiya holati deydilar. Xo'sh, meditatsiya orqali erishilgan bu sof ong dunyoni to'g'ri idrok etish asosi bo'lishi mumkinmi? Keling, bu sof ongni uyg'oqlik holati bilan mustahkamlaymiz. Xo'p, yaxshi. Amalga oshirdik deylik. Nima sodir bo'ldi? Endi biz kosmik ong holatidamiz. Mana olam, mana siz, ya'ni o'z meningizni anglay oladigan, ko'ra oladigan, his qila oladigan bo'ldingiz. Olam shunday, men ham shunday deya olasiz. Yana nima sodir bo'ldi? Siz o'zingizni idrok etdingiz. Siz o'zingizning sof ongingizda qolasiz va olamni borligicha ko'rasiz. Qanday bo'lsa shunday. Illyuziyasiz, xayolparastliksiz, soxta ertaksimon tasavvurlarsiz, turli e'tiqodlar va mafkuralarsiz boricha haqiqiy holatini ko'ra oladigan bo'ldingiz. Sizning mavjudligingiz olamga aralashib ketmagan. Siz endi ko'rgan har qanday tasvir ichida yo'qolmaysiz. Identifikatsiya sodir bo'ladi. Avvalgi ong holatlarida ko'zimizga nima tushsa, aqlimizning ekrani orqali namoyon bo'ladi. Aql rasmni olgach, o'zining sof, cheksiz ongini yo'qotib, faqat gul qoladi. Tomoshabin esa rasmga aralashib, yo'q bo'lib ketadi. Faqat gul qoladi. Ko'rilayotgani gul, idrok etilayotgani gul, gulni kim ko'rayotgani esa idrok etilmaydi. Shu sababli tomoshabin, ya'ni biluvchi, qorong'uda qoladi. Agar biluvchi qorong'uda bo'lsa, bilishdan nima naf? Siz gulni ko'rasiz-u, lekin kim gulni ko'rayotganini bilmaysiz. Biluvchi qorong'uda, bilish obyekti yoritilgan bo'lsa-da, biluvchi yoritilmagan. Agar biluvchi qorong'uda bo'lsa, barcha bilish va bilimlardan naf yo'q. Ular ma'nosiz va ta'sirsiz. Transendental sof ong rivojlantirilmasa, shaxsiyatimiz faqat oddiy shaxsiyat bo'lib qolaveradi va universal cheksiz ong bilan qo'llab-quvvatlanmaydi. Natijada faqat obyekt qoladi. Subyekt esa obyekt tomonidan butunlay yo'q qilinadi. Buni obyektiv hayot yoki moddiy hayot deb atashadi.
Moddiy hayotda subyekt obyekt bilan aloqada bo'lganda o'z mavqeini saqlay olmaydi. U obyekt oldida g'oyib bo'ladi. Obyekt subyektni yutib yuboradi, yo'q qiladi. Moddiy tomon subyektiv tomondan ustunlik qiladi har doim bu dunyoda. Buni moddiy hayot deb atashadi va bu bog'liqlik hayoti. Ko'rgan narsamiz ustunlik qiladi, o'zimiz esa ahamiyatsiz bo'lib yo'qolib ketamiz. Bunday holatda idrok asossiz, yuzaki, befoyda va mantiqsiz bo'ladi. O'zini idrok etish boshqa biron narsani to'g'ri idrok etishning birinchi shartidir. Transendental meditatsiya yordamida inson, ya'ni biluvchi, yorug'likka chiqadi. U kim ekanligini bila boshlaydi. U gulni ko'radi, lekin bu idrok jarayoni uning mavjudligini to'sib qo'ymaydi. Uning mavjudligi cheksiz ong bilan yoritilgan bo'ladi va uning shaxsiyati gulni idrok eta oladi. Shunday qilib, istalgan obyektni idrok etish sharti o'zni idrok etishdir. O'zni idrok etish esa olamni to'g'ri idrok etishning birinchi sharti va olamni to'g'ri idrok etishda birinchi qadam. Shu tariqa o'zini idrok etuvchi va faoliyatiga aralashgan faol shaxs o'z qilayotgan ishlarining guvohi, olam esa undan ajralgan. Shunday ong holatida inson eng qudratli holatda bo'ladi. Cheksiz kuchi tufayli inson kamroq ishlab, ko'proqqa erisha oladi. Hatto hech narsa qilmay ham istalgan narsasiga erisha oladi. Biz buni bozorda ham kuzatamiz. Inson ko'p soatlar davomida kuchli mehnat qilishi kerak. Biznes kengayib borishi bilan boshqalar uning uchun ishlashni boshlaydi va endi u bozorga kelmasa ham bo'ladi. Biznes kengayib boravergani sayin kun davomida atigi 1-2 marta qo'ng'iroq qilishi kifoya. Agar uning biznesi yanada kattalashsa, u hatto qo'ng'iroq ham qilmaydi. Shunchaki shaharda uning paydo bo'lishi ham bozor holatiga ta'sir ko'rsatadi. Va nihoyat kuch cheksiz darajaga yetganda, u insondan hech qanday harakat talab qilinmaydi. Inson faqat guvoh bo'ladi va barcha narsa uning talabiga mos ravishda muhayyo qilinadi. U o'z xohishini hatto bildirishi ham shart emas, chunki bu darajadagi shaxs uchun hamma narsa muhayyo qilingan. Bu kuch o'sishining natijasi va uning ulkan ta'siri tufayli hamma narsa o'z-o'zidan muhayyo bo'laveradi. Shunday ong holatida inson o'zini idrok etadi va olamni ham idrok eta oladi. Olamning ulug'vorligi shaxs o'zini anglaganida idrok etiladi. Lekin olam to'liq idrok etilmaguncha Xudoni idrok etish istagi ma'nosizdir. Garchi bu tabiiy tuyg'u bo'lsa ham, ya'ni ilohiy ong rivojlanganda olamni to'liq idrok etish qobiliyati ma'noga ega bo'ladi. Bu olamning eng go'zal jihatlarini idrok etish mumkin bo'lgan ong darajasidir. Shundan so'ng yaratuvchining o'zi qo'lingizni ushlab salomlashish uchun yoningizga keladi.
Uni qidirishga ham hojat qolmaydi. U o'zi keladi va u kelganda uni anglash avtomatik tarzda sodir bo'ladi. Biz Xudoni qidirganimizda o'z darajamizdan qidiramiz. Lekin bizning darajamiz ong darajasi emas. U kelganda o'zi keladi. Ilohiy ong darajasida Xudoni idrok etish avtomatik hodisadir. Xudo yonimizga kelishi nimani evaziga sodir bo'ladi? Masalan, kimdir olislarda yashab turib o'z ijodi, haykali yoki yaratgan guli kimdir tomonidan juda yuqori baholanayotganini eshitgani kabi, Xudo dunyoni to'liq idrok etgan bandasi haqida ham eshitadi. Qaysidir qishloqda esa doim shu ijodni ko'rganida hayratlanib qoladigan inson yashagani kabi, siz Xudoning moddiy dunyo nomli qishlog'ida yashaysiz. Bu xabar yaratuvchiga, haykaltaroshga yoki rassomga yoki bog'bonga yetib borgani kabi yaratuvchi Xudoga ham yetib boradi. Qishloqlarning bittasida uning ijodini shunchalik hayratlanib, san'atini shunchalik qadrlab yashaydigan inson borligi haqida u doim eshitadi. Va oxir oqibat u o'zicha, bu muxlis kim ekan? Uni ko'rishim kerak-ku. Ushbu san'atimning muxlisini uchratishim kerak, deya o'ylab boshlaydi. Shu tarzda u ham muxlisini ko'rishga boradi. Muxlis bilan yaratuvchi uchrashganda, "Ha, men siz bilan uchrashishni juda ko'p vaqt orzu qilganman. Chunki sizning ijodingiz menga shunchalik quvonch bag'ishladiki, men san'atingizga qarab, uni har bir qismi ulug'vorligi meni hayratda qoldirdi va albatta men doim siz bilan uchrashish orzusida yashadim. Endi siz keldingiz va siz oldimdasiz", deydi. Bu taslimiyat holati. Bu Xudo bilan birlashish holatidir. Bu noyob hodisa va bu hayotda yagona ahamiyatli voqeadir. Lekin bu faqat shunday yuksak ong holatida ro'y beradi. Boshqa hech qanday past ongli darajada sodir bo'la olmaydi. Bu faqat ilohiy ongga erishganda sodir bo'ladi. Ha, bu hamma uchundir. Bu bizning avlodimizga eng ulug' sovg'adir. Biz juda omadli avlodmiz, chunki shu umrning o'zidayoq haq Xudoga yetishish imkoniyatimiz bor. Borligini bilmaymiz xolos. Bilmaganimizning sababi esa Xudo bilan tanishish istagimiz yo'qligida. Shu joyda darsimizni xulosalaymiz. Demak, mutlaq haqiqat nima? Butun borliq. Uning barcha qonunlari va vazifasi bilan bor bo'lgan mavjudlik mutlaqlikdir. Mutlaq haq nimada namoyon? O'zlikni anglashda. O'zlikni anglagan odam Xudoni mutlaq haq ekanligini idrok eta oladi. Haq kim? Oliy shaxs Xudo, oliy zot. Haqni oliy shaxs sifatida qabul qilgan odam Xudoning visoliga yetishish imkoniyatiga da'vogar bo'la oladi. Shu yerda mutlaq haqiqat turkumiga oid mavzularimiz yakunlanadi va keyingi darslarimizdan boshlab biz inson barkamolligining darajalari haqida so'z yurita boshlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.